ba'zi buglarni fix qilib chiqamiz. Agar e'tibor beradigan bo'lsak, bir vaqt o'zida ham playerni harakatlantiradigan bo'lsak va kamerani harakatlantiradigan bo'lsak, playerimizni harakatlanishi focal point ga nisbatan emas. Shuning uchun bu noto'g'ri. Playerimizni to'g'riga harakatlanishi focal point ga nisbatan bo'lishi kerak. Misol uchun kamera yo'nalishiga kamera qayerda turgan bo'lsa, o'sha yo'nalish bo'yicha bo'lishi kerak. Kamerani yo'nalishi bizda focal point yo'nalishi hisoblanadi. Chunki bu yerda focal point rotate bo'ladi. Shuning uchun biz focal point game obyektini yo'nalishiga nisbatan bu to'g'riga va pastga harakatlanishi kerak bu player game obyektimiz. Shuning uchun biz player game obyektida ba'zi o'zgarishlarni amalga oshiramiz. Private game object focal point startda bu obyektimizni qidirib topamiz. Game object find focal point. Bu yerda bir xil bo'lishi kerak nom. Mana focal point orasida space bor ekan. Shuning uchun bir xil bo'lmasa topa olmaydi. Kopiya qilib olaman nomini. Bu yerga tashlaymiz. Hamda mana vector3.forward deganmiz. Shu narsani biz o'chirib tashlaymiz. Bu yerga focal point transform forward deymiz. Ya'ni bu vector3.forward bu to'g'ri emas. Focal point transform forward qilsak, ya'ni focal point ga nisbatan bo'ladi shunda. Save qilamiz. Endi ishlatib ko'rsak bo'ladi. Mana endi ko'rib turamizki, bu yerda kamerani harakatlantiradigan bo'lsam, kameraga nisbatan sferimiz, playerimiz focal point ga nisbatan doimiy forward yo'nalishda harakat qilyapti.